Dunyoda 7 yoshli bola nimaga 50 kiloli bir qop unni ko'tara olmayotganini ko'rib turib, qanday qilib deyishi mumkin bo'lgan odam bu amakisi bo'ladi, bilasizlar? Mana shu kun zo'r o'tayotgan bo'lsa, maza qilib o'tirsangiz, dadingiz uzada telefondan gaplashayotganini eshitib turibdi. Gaplashib turib, "Ha, bo'p, toz jo'nataveraman" deydi-yu, asida o'zi yuragi orqaga qarab tortib, yo boshqa viloyatga borib kelish kerak, 2 litrli bank olib kelish uchun, yo amakini uyiga. O'zi chaqirsa yomon chaqiradi. Telefon qilib turib, "Jiyan, bu ertaga qo'y so'yatuvdik, go'shtini olib ketishing kerak edi. Bir 5 minutga kelib ketgan" deydi. Mana shu bo'pti deb borasiz, mana shu mahallasiga burilib turib, eshigini tagida 2 kamat shag'al ko'rasiz-ku, asha yerda o'zida yuragi orqaga tortadi. U qaytib ketishda ilojisi yo'q-da. Borsiz, eshik tagida o'sha bitta arava bilan lapatgan ushlab, "Jiyan, ko'rmaysanmi? Qara, shag'al kelib qopti-da, bugungilikka kakirasiz." Bilmayman, bugunga to'g'ri kelib qolganini qaragin deydi. Qarang-a deyman-da shu. Bugunga to'g'ri kelib, o'g'lingiz ham repetitorga ketib qolgan. Aniq bilaman. Xotiningizni ham jo'natib yuborgansiz. Hozir abidga badringman, sovuq choy yeb o'tiraman men.